qon kamligining aniqroq qilib aytganda, qonda gemoglobinning kamayishining asosiy belgilari bu holsizlik, oyoq va qo'llarda uvishish tuyg'usi, bosh aylanishi, xotira kamayishi va soch to'kilishi kabi belgilar agarda sizda kuzatilayotgan bo'lsa, birinchi navbatda albatta gemoglobinim tushib ketmadimikan degan xayolga kelishingiz kerak. Buni albatta 3 xil darajasi bor. Bu yengil daraja, o'rta daraja va og'ir daraja. Agarda yengil daraja bo'layotgan bo'lsa, tabiiy mahsulotlar, ya'ni quritilgan mevalar, uzum shinnisi, namatak kabi mahsulotlar bilan yana qoningizni ko'tarib olish imkoniyatiga egasiz. Va bularning barchasi Numa gemoglobin plus tarkibida saqlangan va qulay holatga keltirilgan. Albatta iste'mol qilib, yana qoningizni ko'paytirib olish imkoniyatiga egasiz. Agarda sizda bu belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, kommentariyga gemoglobin so'zini yozib qoldiring.